Assalomu alaykum. Mana Shahzod Medical klinikasida yana bir ajoyib natija. Mana Komiljon 8 kun bugun kelganlariga 8 kun bo'ldi. 8 kun oldin umuman yura olmasdi, tura olmasdi. Avval qanday edi, hozir qanday? Ya'ni kelganda mutaxassis aytganlaridek aravachada kelgan edi. 10 kunda emas, 8 kunda bolamiz mustaqil tura olyapti, ushlab endi yura olyapti. Bu Komiljonning ko'zidagi nur orqali va mutaxassislarimizni doimiy sabr bilan va bilim bilan qilgan muolajalari sabab reabilitatsiya muolajalari komanda bo'lib ishlanadi. Ya'ni faqat shifokorlar o'zi emas yoki faqat logopedlarning o'zi emas yoki elfika mutaxassislari emas, 6-7 ta mutaxassis birgalikda maslahatlashib, qanday darajada keldi, charchab qolmayaptimi, quvvatlantirish uchun yana nima qo'shsak bo'ladi, qaysi mashg'ulotni ko'plik qilyapti, qaysidir to'ki zo'rlik qilyapti, o'shani kamaytirib, har kunlik davomida hattoki ovqat ratsioniga ham e'tibor berib, mana shunday natijaga erishganmiz. Bunday natijalar albatta tagida katta mehnat yotadi.